Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazida futbol maydoni. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga bir dona like bosishingizni so'rab qolamiz. Yaxshilab o'rnashib oling. Demak, biz boshladik. 2026-yilgi Jahon chempionatida futbol muxlislari kutayotgan eng qiziqarli qarama-qarshiliklardan biri Abduqodir Husanov va Cristiano Ronaldo dueli bo'lishi mumkin. Bir tomonda futbol tarixidagi eng buyuk o'yinchilardan biri Cristiano Ronaldo yillar davomida rekordlarni yangilab, eng kuchli himoyachilarga qarshi o'ynab kelmoqda. Uning tajribasi, gollar urish mahorati va hal qiluvchi vaziyatlardagi sovuqqonligi butun dunyoga ma'lum. Ikkinchi tomonda esa O'zbekiston futbolining yangi yulduzi Abduqodir Husanov. Yosh bo'lishiga qaramay, u allaqachon Yevropa futbolida o'z nomini tanitishga ulgurdi. Tezligi, jismoniy kurashlardagi ustunligi va o'yinni o'qish qobiliyati uni zamonaviy himoyachilar orasida alohida ajratib turadi. Aynan mana shunday lahzalar futbol tarixiga aylanadi. Yosh futbolchi uchun bundan kattaroq sinov bo'lishi qiyin. Agar Husanov dunyoning eng mashhur futbolchilaridan biri bo'lgan Ronaldoga qarshi muvaffaqiyatli o'ynasa, bu nafaqat uning, balki butun O'zbekiston futbolining nufuzini oshiradi. Ko'pchilik mutaxassislar Husanovning kelajagi porloq ekanini ta'kidlamoqda. Jahon chempionati esa uning o'zini butun dunyoga namoyish etish uchun eng katta sahna bo'lishi mumkin. Endi esa savol: Husanov Ronaldoni to'xtata oladimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Bugungi dasturimiz shundan iborat edi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.